8-chi etajga ko'tarildi. U lifti bor ekan. Abdusaxiy Bekto'pi O'rizor bozorga yaqin joydan 2 xonali podключ kvartiramiz chiqyapti. Bismillah deb mana zaliga kirdi. Hop, zaldan keyingi xonamiz yotoqxona bo'lyapti. Yotoqxonadan keyin oshxonasi bor. Oshxonadan keyingisi sanuzel bo'lyapti. Bitonkaga 100 metr ham chiqmaydi. O'ngga yursanglar Bekto'pi ipodromga qarab yurasizlar, chapga yursanglar algoritm ketdi yo'g'i O'rizorgacha. Mana o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Ko'chalarni u yoqda bog'cha bor. Bu yoqda hokimiyat zangati, mana shu domni orqa tomonda dom bo'lyapti. 61 kvadrat bo'ldi, 8-etaj bo'ldi, startiy $60,900 bo'ldi. Podключ holatda, lifti bor qilsanglar, yashaysizlar, egalar nomerini yozib qo'yamiz, bemalol kelib ko'rib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Hammalarga omad.